Qishloq manzaralari, qishloq hayoti go'zal. Alohida tema, xudo xolasa, asosiysi mana ot. Barchaga assalomu alaykum. Akalar, tinch omonmisizlar? Sog'-salomat charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun Andijon marhamatdan bitta yaxshisi qora marjon chiqadi, ko'z tegmasin. Like bosib, yaqinlik ulashib qo'yasizlar, xudo xolasa. Biz boricha ma'lumotni olib beramiz. Fikringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar, xato kamchilik uchun uzr. Bismillah deb boshladik. Jigar, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinch omon. Charchamak oldingizmi? Jonivor sovib qoldimi? Ha aka, xudo xolasa. Sezonni boshladimi inshaalloh? Sezonni boshladi inshaalloh aka. Ko'z tegmasin. Sog' qilib sovutib, uloqlarga ham chopyapmiz. Xudo xolasa, u chopish boshlandimi? Chopish boshlandi aka. Sog' qilib chopyapmiz. To'ni go'zal, o'ta chiroyli ot ekan jonivor, ko'z tegmasin. Akalarim chum qora, bitta oldi oyog'ida oqib bor ekan. Hozir peshonasini qaraymiz. Peshonada qashqa kichkinagina bilinar-bilinmas bor ekan. Xullas, go'zal ekan, ko'z tegmasin. Jigar, buni ma'lumotdan endi elga yetkazing. Yoshi qanday? Aka, yoshi inshaalloh bahorga chiqib, mana oltin o'tini yeydi. 2026-yil. 2026-yil. Demak, 20 ni qulini ekanda jonivor. Qulin aka. Ko'z tegmasin. Kelib chiqish qayerdan, Jigar? Kelib chiqishi aka Qirg'izistondan kelgan. Otasi Qorabayir, onasi Rossiyskiy aka. Smesh. Ot inshaalloh yaxshi. Polvon bu tomonga bosing, bu tomonga mana bir yurishtirishlarni ko'rsatib qo'ying. Bosavering, sekin qiynamasdan. Zardalari yaxshi shekilliga, polvon. Zardalari zo'r aka. Ha? Ay jonivor. Oho. Ay maşallah. Böyle torting polvon. Torting. Mana akalar. Jonivori ketishi raketa ekan, ko'z tegmasin. Bo'ladi, qiynamang. Endi turgan holatda ko'rsatamiz, mana akalar. Necha chiqadi aka? Balandligi. Bo'yi 1.65. 1.65? Ha, 1.65 o'lchab olishaveradi aka. Akam, buni xarakterlari qanday? Xarakteri o'ta go'zal, hech qanday ayb nusxoni yo'q. Oxir turganda, qaraganda, qash tozalagan muammo yo'qmi? Yo'q aka, taqalaganda o'ta chiroyli. O'zimizning mana shu akalar, o'zimiz bolalar taqalaydi, hamma narsasi go'zal. Oyoqlari yaxshimi aka? Oyoqlari top-toza aka, xudo xolasa. Bir ishi, og'riq, defekt, yo'q, unaqa narsa yo'q aka. Hozir akalarim mana boldir paypoqlarni ham yechib ko'rsatib qo'yamiz. Endi bu asosiy yuvoshligini bildiradi chiroyga. Jonivor qo'shqovoq, forma bichim yaxshi menimcha. Bir o'tda bor xususiyat bor jonivorda. Yedi-ishtilari zo'rmi? Yedi-ishtilari hamma narsasi go'zal inshaalloh aka. Tayyormi o'z sovigan? Hamma narsasi zo'r aka. Hamma narsasi tayyor. Polvonni libo joyga olib borib choptirib inshaalloh shu o'zimizga Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon polvoniga olib borib choptirib, shu ularning ustida pulini sanaveradi aka, kelishib qolsak. Xudo xolasa ishonch yo'tagani demaga jigar. Inshaalloh. Mana akalarim. 1.65 ga borib qoladi? Boradi aka inshaalloh. Ha, bahor 6 yashar, ammo ustunlari, muskullari yaxshi ot ekan akalarim. Sovushi ham menimcha yaxshi bo'pti. Mana oyoqlarini ko'rsataman. Xudo xolasa endi bu bundan buyog'i inshaalloh akalar yog'ollaydi, o'zingizlar bilasizlar. Otlar o'sha 7-8 yoshdan buyog'i 10 yosh yog'ollash boshlaydi. Forma bichimi yaxshi. Qo'shqovog'i, tezligi ham zo'r ekan. Ulog'ini nima deymiz? Garantiya bera olamizmi? Ulog'iga inshaalloh aka garantiya beramiz. Ot yugurmasa, chopmasa ot bizniki aka. Bo'lmasa bir narsa qilamiz polvon. O'sha sezon boshlandi. Vodiyda ham o'sha har kun uloq bordi. Har kuni bor aka. Andijon, Farg'ona, bu yog'i Namangan, Dengiz Tulporda ham o'sha pashta har haftasiga uloq bor. Chop ko'rishaversin ha. Bemalol aka. Olib borib, ko'ngillari xotirjam bo'lguncha solib ha. Ha, aka albatta kanashni. Kirdi chiqtisini-yu, hamma narsasi go'zal. To'yda turishini, hammasini ko'rib olsin, tekshirib olsin. Beayb parvardiyor aka, bu juda ham go'zal narsa. Inshaalloh bir mashalloh. Yaxshi akalarimiz bu hordig'ini chiqaradigan ot. Endi Allohning yaratgan mahluqotda mana akalar. Qo'shqovoqlari ushlab turing aka. Mana oldilarini ham ko'rsatib qo'ying. Ammo akalar, tanasi o'ta toza ot ekan. Rangi toza, sababi o'sha otni ichida g'ubori yo'qligi uchun rangi shunaqa tiniq chiroyli turadi uni. Otbozlar o'zlari yaxshi bilishadi. Menimcha yaxshi bir inson olib, bundan buyog'i yaxshilab buni mehr berib, xudo xolasa yana 1-2 yil avval ko'pkariga bosilsa, yaxshi ko'pkaricha ot qo'ysa bo'ladi. 6 da ot, 7 da chop. Bu ot bo'lish davriga yetib ketdi jonivor. Ko'z tegmasin. Aka, buni narxi qanaqa bo'ladi endi? Polvon aka. Aka, bu narxini
kelishdi O'ta bir. chiroyli qilib qo'yamiz inshaalloh. Belga Aha. ma'qul keladigan darajada 5,5 ming deymiz aka, kami bor. $5500. 5500. Kelishamiz. Xudo Kelishamiz xolasa, inshaalloh. xayr barakasi bor. Xayr Aka barakasi endi bor. bosing o'zini holatiga. Choptirmasdan bir yo'q bu yoq bosing, men bosuvlarni ko'rsatib mana akalarim, qadam bosishlarga e'tibor beramiz. Orqalarini ham jonivor yaxshi bosar ekan. Orqalari tormas, old oyog'ini ham kengligini yaxshi bosar ekan. Qaytaravering bu yoqqa. Jonivor hushyor ekan akalarim, hushyor. Ko'z tegmasin. Ammo Xudo xolasa dadil ot qilib olsa bo'ladi. Narxida kelishamiz-da akama. Inshaalloh kelishamiz aka. Kelishmagan narsani o'zi yo'q. Xudo Zo'r xolasa. bo'ladi. Xudo xolasa. Akalarim, xayr barakasi bor. Akam nomerini ekranga yozib qo'ydim. Biz bera olmagan ma'lumotni akam o'ziga aloqaga chiqarasizlar, Xudo xolasa ma'lumotni yetkazishadi. Yoshi bahor 6, balandligi 1.65. Kelib chiqishi Qirg'iziston. Ona tomoni Qorabayir, otasi Rossiya ham shunday? Yo'q, otasi Qorabayir, onasi Rossiya aka. Ha, ona tomoni Rossiya, otasi Qorabayir. Xudo xolasa tagi ishonchli ekan demak, ha? Ishonchli inshaalloh. Inshaalloh. Mana akalar. Smesh bu. Bosaveramiz, yaxshilik ulashib qo'yamiz. Sizlarga shunaqa yaxshilikni biz ko'rsatishga harakat qilamiz. Xato kamchilik uchun uzr. Endi brat bitta bir bosinchi jonivor, u narroqdan bir o'zinasiga qo'yib olinchi. Bir akalar ko'rib maza qilsin. Voy jonivor, joning sog' bo'lsin. Mashalloh. Sog' bo'lasizlar akalarim. Ko'rishguncha barchaga xayr.